Hammaga salom. Storiesda men so'ragandim, promokod Yandexdan 55 ming so'mga olaymi? Подписчикларga ham berishayotgan ekan desam, "Ha, oling, nimaga olmaysiz? 55 ming so'm pul deyishdi." Haqiqatan men o'zimga mana sochim ozgina o'sha ranglari chiqqan, o'shaning uchun kraska bilan o'zingizlar sizlar har doim so'raydigan tushni olmoqchi edim. Yandexdan zakaz qilib ko'ringchi, 55 ming so'mlik skidka bilan nech pul bo'lar ekan desam, shunaqa вообще zo'r skidka bo'ldi. Hozir videoda qanaqa qilib o'sha promokodni ishlatishni ko'rsatib beraman. Xullas, Yandex Go ilovasidan Yandex Marketga kirasizlar, o'zingizlar xohlagan mahsulotni tanlaysizlar. Menda tush tanlaganman. L'Oreal tushini 126.300 so'm narxi chiqqan, hamda Garnier kraskasini tanlaganman soch uchun. U ham 34.110 so'm chiqqan. Ikkalasini korzinkaga qo'yib oldim. Ko'rayotganinglarda 160.410 so'm bo'ldi. Yangi 1200 promokodimni yozib, strelkani bosganimda 104.411 so'm bo'ldi. Keyin Yandex Marketdan oldim. Yandex Marketdan buyurtma qilgan soch bo'yog'im hamda tushlarim ham kelib surib oldim. Agar sizlarga ham 55 ming so'mlik promokod kerak bo'lsa, yangi 1200 degan promokodimni bemalol qarindosh urug'laringizga, yaqin dugonangizga, do'stlaringizga jo'natib qo'ysanglar, albatta ular ham shu chegirmadan bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Manfaatli chegirmadan albatta foydalanib qolinglar. Keyingi promokod yoki chegirmalar bo'lishi uchun albatta podpiska hamda kommentariy shu reelsni tagiga yozib qo'ysanglar xursand bo'laman. Keyingi obzor yoki bo'lmasam yangi chegirmalarda ko'rishguncha. Bye bye.